Qurilish va kommunal sohada ro'y bergan muhim voqealar tafsiloti bilan hafta dayjesti. Osiyo og'ir atletika federatsiyasi prezidenti bilan uchrashuv tashkil etildi. Toshkentda bo'lib o'tgan parlamentlararo ittifoq assambleyasi doirasida Og'ir atletika federatsiyasi prezidenti Muhammad Yusuf Al-Ma'na, O'zbekiston Respublikasi Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vaziri, Og'ir atletika federatsiyasi raisi Sherzod Hidoyatov va sport vaziri o'rinbosari, Og'ir atletika federatsiyasi raisining birinchi o'rinbosari Shahrillo Mahmudov bilan uchrashdi. Tomonlar sohani rivojlantirish bo'yicha kelgusi 4 yillik rejalarni muhokama qilishdi. Mirzo Ulug'bek tumanida boshqaruv sifati o'rganildi. Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vaziri o'rinbosari Ozoda Jo'rayeva tomonidan boshqaruv organlari faoliyati o'rganildi. O'rganishlar jarayonida uylarning kirish yo'laklaridagi e'lonlar tartibsizligi, dispetcher raqamlarining yo'qligi tanqid qilindi. Boshqaruv organlariga 16 ta xizmatni taqdim etish va aholining nazorat mexanizmini kuchaytirish bo'yicha topshiriqlar berildi. Farg'onadagi qurilish loyihalari nazoratdan o'tkazildi. Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vaziri o'rinbosari Toyir Alimatov Farg'onada bo'lib, Ipakchi mahallasida olib borilayotgan renovatsiya loyihasi doirasidagi qurilish ishlarini ko'zdan kechirdi. 11 ta 7 qavatli uyning bir qismi aprel oxirigacha foydalanishga topshiriladi. Qurilish sifati, qulayliklar va obodonlashtirish ishlari yuzasidan topshiriqlar berildi. O'zboshimchalik bilan qilingan qurilish endi jinoiy javobgarlikka olib kelishi mumkin. Joriy yil 25-mart kuni imzolangan seysmik xavfsizlikka oid yangi qonunga ko'ra, endilikda belgilangan talablarga zid ravishda qurilish ishlarini amalga oshirish jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Mazkur qonunning mazmun mohiyatini xodimlariga yetkazish maqsadida Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasi rahbari Sirojiddin Eshquvvatov boshchiligida seminar-trening tashkil etildi. Uchrashuv chog'ida avtomobil yo'llari qurilishi borasida mutaxassislarning malakasini oshirish bo'yicha birgalikda istiqbolli loyihalarni amalga oshirish yuzasidan muzokaralar olib borildi va hamkorlik memorandumi imzolandi. Endilikda kompetensiyani rivojlantirish instituti avtomobil yo'llari ilmiy tadqiqot instituti bilan hamkorlikda avtomobil yo'llari qurilish sohasidagi mutaxassislarni sertifikatlash maqsadida malaka oshirish o'quv kurslari tashkil etiladi. Kompetensiyani rivojlantirish institutiga avtomobil yo'llari ilmiy tadqiqot institut direktori va boshqa mas'ul xodimlari tashrif buyurdi. Uchrashuv chog'ida avtomobil yo'llari qurilishi borasida mutaxassislarning malakasini oshirish bo'yicha birgalikda istiqbolli loyihalarni amalga oshirish yuzasidan muzokaralar olib borildi va hamkorlik memorandumi imzolandi. Endilikda kompetensiyani rivojlantirish instituti avtomobil yo'llari ilmiy tadqiqot instituti bilan hamkorlikda avtomobil yo'llari qurilish sohasidagi mutaxassislarni sertifikatlash maqsadida malaka oshirish o'quv kurslari tashkil etiladi. Namangan viloyatida aholi bandligini ta'minlashga hissa qo'shilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli farmoyishi asosida mahallalarda tomorqadan samarali foydalanish, aholi bandligini ta'minlash va daromadlarini oshirish bo'yicha ishlar jadallashtirilmoqda. Xususan, Davlatobod tumanida mikro loyihalar asosida tomorqadan foydalanish, bandlik va daromadni oshirishga qaratilgan ishlar olib borilmoqda. Ishsiz fuqarolarga texnik vositalar, jumladan chok mashinalari, motokultivatorlar topshirildi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollarni ish bilan ta'minlash rejalashtirilmoqda. Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligida aholining uy-joy kommunal xo'jaligi sohasiga oid murojaatlari qabul qilindi. Vazir o'rinbosari Ozoda Jo'rayeva ishtirokida bo'lib o'tgan uchrashuvda 20 ga yaqin murojaatlar qabul qilindi. Ko'p qavatli uylarning texnik holati, bolalar maydonchalari, noqonuniy qurilmalar va yerto'ladagi muammolar bo'yicha yechimlar shu kunning o'zidayoq hal etildi. Inqirozli holatlarda axborot xizmatining roli muhokama qilindi. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi bilan hamkorlikda seminar tashkil etildi. Ushbu seminarda vazirlikning axborot xizmati xodimlari hamda hududiy bo'linmalar vakillari bevosita va video konferensiya aloqa tarzida ishtirok etdi. Muloqot davomida inqirozli holatlarda tezkor axborot yetkazish, noto'g'ri xabarlarga qarshi kurashish bo'yicha tavsiyalar berildi. Shu va shu kabi muhim yangiliklardan doimiy xabardor bo'lish uchun ijtimoiy tarmoqlarimizga obuna bo'ling.